balonlarni qaranglar. Tomosha qilib o'tirish ancha odamni tinchlantiradi. Okamlar devorga akvariumimni joylashtirib boplabdilar. Bugungi obzorimizni Olmazor tumani, Olmazor sudining yonginasida joylashgan 2 etajga domlani ikkinchi etaji 2 xona, 3 xonaga переделка qilingan 50 kvadratli xonadonimiz bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, remontlari ancha svejiy, kosmetik remont qilingan. Mana bu yoqda ota-onalar uchun spalnya, ko'rishinglar mumkin, mebel texnikalari bor, konditsionerlar o'rnatilgan. Xo'p, mana bu yoqda hol, как гостиная qilib qo'yishgan, mягкий zona, divanная zona, televizor. Xo'p, akvarium, и mana bu yerda детский qilib qo'yishgan, ko'rishinglar mumkin. И mana hozirlarga ayollarimiz sevimli bo'lgan oshxona, и mana bu yerda tapchan qilib o'tiradigan joylar qilib qo'yishgan. Hozirlarga sanuzel vannayni ko'rsataman. Mana bu yoqda kirish eshigi, и sanuzel vannay mana bu yerda joylashgan. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, xonadon egalari shu xonadonni $60,000 baholashyapti. Ko'rib turgan shu yerdagi barcha mebel, texnika narsalar qoladi. Kimga shu xonadon ma'qul kelgan bo'lsa, pastda описаниеda barcha ma'lumotlarni, egalarining raqamlarini qoldiramiz.